hech qachon 3 ta narsani tekshirmasdan turib, mana bu avtomobilni olish kerak emas. Birinchisi, polni avtomobilda texnik holati va kuzovini tekshirish kerak. Ikkinchisi, dokumentini yuridik taraflama GAI orqali, notarius orqali, balkim garovda turgan, balkim shtrafla bo'lgandir, yaxshilab tekshiriladi. Va uchinchisi, обязательно vinkod orqali internet bazada platniy bo'ladimi, besplatniy bo'ladimi tekshirish kerak. Qayerdan kelgan, qaysi davlatdan, auksiondan kelganmi yoki maslaligida olib kirilganmi? Chunki oxirgi 4-5 yil ichida juda ko'p avtomobil auksiondan olinib, betga olib kelib, remont qildirib sotiladi. Bir xilla to'g'ri etib sotadi, bir xilla buni bekitib sotadi. O'shaning uchun maslahatim shu. Bugun bizda ikkita BMW sotuvimizda birinchisi BMW X7 2023 3 turbo dvigatel oxirgi restyling. Juda ham shirin narxga ikkalo. X7 esa $99,000. Mana bu BMW X5 F15 kuzovda 2015-yil, u ham 3 turbo dvigatel narxiga keladigan bo'lsa, 32,500 ga berib yuboriladi. Ikkaloni tanlashingiz mumkin.